Avvalambor assalomu alaykum. Mana parranda boqayotgan akaxonlarimiz, ukaxonlarimiz, opa-singillarimiz, momalarimiz, tog'alarimiz kimdaki qiziqsa, mana 2025 Indutga deysizmi? Mana bu oyog'i patli Brahma deyiladimi endi o'zim ham uncha tushunmayman. Tavakkal boshlangan. Biz endi bachchalik vaqtlarimiz shu katta tovuqni biladi. Endi tovuqlarning turi chiqib ketibdi har xilcha. Brahma deylekinmi endi brollermi endi shunaqa tovuqlardan ham hammasidan qildik. Mana Indutga o'zimizda ayali yo'q edi. Mana ayaldan ham olib keldik. Endi ayal deb aytamiz, endi parrandani ayalni ayal deyilsa kerak. Mana shu Indutkalarni qo'riqchisi mana shu Bobik tuxum-tuxumlarni pishakka oldirgan qo'ymaydi. Mana shularni ko'paytiryapmiz. Mana shulardan kimdaki mana shu o'zi 2025da mart oyi tug'otgan bo'lsa, mana asta ko'paytirib boramiz. Har hafta bitta, ikkita olib, buni nomini Brahma deylekinmi? Mana kurkalarimiz. Kurka ham deylekin, induk ham deylekin, indutga ham deylekin. Biz endi pamprapanchi tavakkal boqayotgan odammiz. Mana tuxum joyiga ham makonlarni bosaman deb, tuxumlarni sindirib qo'yishmasin deb har zamon 1 soat 2 soatga kelib ketib, ko'pi abitdan keyin tuxum tug'ay ekan o'zi buni. 1 soat 2 soatga kelib, keyin tuxum bitta joyga, tuxum mayak bor joyga kelib, o'sha yerga tuxum qo'yishaverar ekan, o'rganib qolish ekan o'sha bitta joyga tuxum qo'yishga. Mana bezovta qilyapti erkak xo'rozlarni iloji boricha ko'proq boqayotganlar ko'chaga qo'yirib mana shu tuxum vaqti makonlarni ko'p ezib lanch qilib tashlashar ekan. O'sha uchun erkaklarni iloji boricha tuxum qo'yilayotgan vaqti mana shu kattaxonani bir o'rtarog'ini pichi bo'lak qilib qo'ygani yaxshiroq ekan. Endi asta hammasini boqib, o'rganib, tushunchamizni oshirib boramiz. Mana shunga endi boqayotganlar, bu ham endi bizdan ular bir maslahat. Bular salqinlik, ko'proq issiqqa chidamsizroq. Endi joni qattiq parrandagida bitta, ikkita, 10 ta boqqanman vaqtida, eng ko'pi shu 20 tacha boqqanman. Shu yil nasib bo'lsa 2025 ga juda bu parranda chuqur kirishdim. Nasib bo'lsa bundan bir niyatlar, planlar katta. Mana ko'rib turganlaringizdek, o'sha hovli, o'sha to'rsuti hovli. Mana shu parrandalarni iloji boricha mana yo'lga qo'yib oldik, boqishdi. Endi nasib bo'lsa mana shu katta yo'limiz hadab chiqib ketamiz. Hozir bir boshdan video qilib, mana shu kattaxonaning ustiga endi qo'ldan kelgancha shox-shabba, sho'ra-shapa, mana daraxtlarni butalgan cho'plarni vassa qilib bosib, mana shularni qo'yib qo'yamiz. Mana shu yerdan chiqqan turpoqlar, mana kattalar g'ishlar qilamiz. G'ishini ham begona qo'ymaydi, mana g'ishini ham o'zim, qo'yuvchisi ham. Mana ismim Abbos. Parranda boqaman desa, mana shu telefon nomerlarini ham qo'yib o'tib ketaman. 91 473 0509 ga murojaat qilaverasizlar. Ismim Abbos. Qarshi Nasab stadioni Qavali mahallasiga Yo'lbay Shopurga Nasab stadionining oldidan kelib, shu adresga aytsangiz, ketirib olib kelib ko'rsatib talab ketishadi. Adreslarni ko'plar o'zi ko'kalarni mahallani ichiga boqib yurganda o'zi mashinadan o'tib ketaverguncha ham unisi taksilar ham ko'kalarni yo'lda yoqasiga boqib o'tiraman, ko'rishgan.
taksida ham bilib qolishgan o'zi. Mana g'ozvoyimiz endi o'tkalarni salgina bosib, vesi og'irligi uchun bir ikkitasini endi hammasi o'zini jupi bilan ekan. G'ozga, endi o'tga, indikka barisi o'zini parasi bilan boqilgani. Talab anamga muvofiq bo'lagan. Mana endi o'tkachalarimizga tuxum joychalar mana 9 ta qilib qo'ygan edi. Endi ko'payib boryapti kun sayi. Mana 10 tadan oshib ketdi endi o'kimiz. Endi o'tkamiz ismlarini ham chalkashtirib o'ramiz. Endi o'tga. Endi shu parrandalarni bir-biriga anosida yaqinlik tarafi bor, o'xshashlik tarafi. Mana bu kurkalarnikida, bunikini ham, bunisiga holchasi bor, narsasi bor. Prosta bular cho'miladi. Mana shu kanallarni girdiga boqayotgan odamlar bo'lsa, mana shu uydikini endi sizlarga qo'limdan kelgancha video qilib, mana bunda endi ustilari endi qanday tushunasizlar bilmadimki-da, buni maslahat bermayman. Endi prosta pulni endi borini оборотda shunaqa parranda tikyapmiz. Endi buni ustiga soyaboncha mana shunday anocha tutib qo'yamiz, to'rga o'xshagan sitga. Endi tuxumlarni tuqqanlay salqingina joyga yig'ib boryapman. Mana 9 ta xonachani o'ziga deyarli pastda bir 100 talar tuxum tug'ursin bemalol. Bitta xonani ichiga 5 ta 6 tasi kirib ketib tuxum tug'sa ham bo'laveradi, u muammosiz. Tuxumini olib, inkubator nasib bo'lsa, bu tayyor mana shu kurkalarimizni o'zi ochiraveramiz. Bular ham mayokcha qo'yib qo'yamiz. Bitta yarimta yotib qolsa tayyor. Endi o'tkalarimizni o'ziga ham qo'yaveramiz, tuxumini bostirib. Endi jo'jani ochirishga yo'q tabiiy inkubatorlarimiz bor. Unda mana oldi bahor, mana daraxtlarimiz, bodomlarimiz gullashni boshlagan. Mana bag'i endi shunaqa gaplar jigarlar. Mana shuni boqayotganlar qo'ldan kelgancha maslahat berib boramiz. Mana shu g'ozimiz ham Kamiya bozordan olgan vaqtim 5,5 kiloli g'oz edi. Mana makiyon g'ozimiz tuxumga kirgan. Shuni olib ketirib qo'shdim xo'roz g'ozga. Men jo'jachalar tuxumliga xonak tovuqchalar ham qilib ketirib qo'yibman, bozordan olib keldim. Uyga, ro'zg'orga konteyner qilib qo'yibman. Jo'jalar qaynatib berishga. Endi o'tkalarnikilar jo'ja ochirishga bular tug'uradi. Bu xonak tovuqlar tuxum muammosiz. Endi nasib bo'lsa Qarashahzoda har xil shakllarni, har xil parrandada ko'paytirish niyati bor. Mana shu katta xonani ustida oddiygina joydaragina qilib, dala sharoitga yovvoyi qushlar, laylaylar, tovuqlar dalali sharoitga xaslar arasiga kirib olib tuxum qo'yadiki, mana shu ana shunday sharoit qilib qo'yaman. Mana oldisiga bitta harakat qilganim setga oldim 20 mingdan 10 metr. Mana shu birinchi institutga ham oldilarni ochib tayladim. Yo chuqur yaxshi ko'p bo'lsa mana shu birinchi ketaga, birinchi boshlanishiga 10 tana indik olib kelgan edim. Kunga shu qaysi o'ylaykan. Yanvar oyiga birinchi olib kelingan parranda shu yanvar oyiga olib kelinganda. Mana ataka boshlanib ketdi. Tuxumni choqishdi, pateriya boshlandi. Tuxumlarni tezroq kirib olmasa talpa boshlanib ketdi. Ana shunday xo'roz turkalar